33. Ögdilmiş aleyki elçilikka avatish uchun qandaq odam bo'lishi kerakligini aytdi. Ögdilmiş javob berib dedi: "Ey Aley, bu ishqa nayt ko'p bilim ishlatish kerak. Elchi hamma kishilarning sarxili bo'lishi kerak. Bilimlik, idroklik, nayt yuraklik bo'lishi kerak. Xudoning qullari ichida eng tanlang'ini kishilarning yaxshisi uning elchilari edi. Har turlik ishlar elchi bilan putidi. Ko'rkam ishlar elchi vositasi bilan qo'lga keladi. Elchi bak idroklik, ig'ir besiq bo'lishi, bilimlik bo'lishi, so'zga ta'bir bera oladigan bo'lishi kerak. Yana so'zning ichi teshini bilishi kerakki, buning bilan zimmasiga olgan ishlarni o'rindiya olasin. Jahon so'ragan, xalqqa boshchilik qilgan bag, bilimlik va yaxshi odam nima deydi? Angla. Ko'pning ichidan tanlangan kishi aqlliqni bil. Bilimlikni xalqning cho'ng qil. Qaysi ishda idrokni birinchi o'ringa qo'ysa, shu ish bir boshqa chiqadi, buni ko'p sinadim. Dana qaysi ishga bilim ishlatsa, shu ishga erishidi, natijani qo'lga keltira oladi. İdrak ishqa silinsa, bilim boshchilik qilsa, kishi qilmoqchi bo'lgan har qanday ish o'ngishliq bo'ladi. Elchi ko'zi ko'ngli to'q, sodiq bo'lishi, ish harakati ishonchlik, durust va to'g'ri bo'lishi lozim. Sodiq xizmatchi bagning foydasini tilaydi. Bagning foydasini tiliguchi begini chin ko'ngildan so'yidi. Begiga naf beradigan sodiq kishini bil. Sodiq kishiga erishsang, uni o'z bag'ring deb hisobla. Sodiq xizmatchi jon jigarga o'xshaydi. Balki jon jigardan yaqinroq yurak qiyniga o'xshaydi. Oshko'z odam o'ziga hokim bo'lolmaydi. Oshko'z kishilar elchilikka yarmaydi. Ko'zi to'q odam kambag'al bo'lsa-mu, boy hisoblanadi. Chidamli, qanoatchan kishi hamma ishga qodir bo'ladi. Oshko'z odam tamaxo'r keladi. Tamaxo'rlik yomon odat. Tamaxo'r odamlarning nomi tilamchi. Ko'zi to'q kishi nima deydi? Angla. Ko'zi to'q kishilar eng boy kishilardir. Oshko'zlik kimni kambag'al qilgan bo'lsa, bu dunyoning barliq ne'mati uni beytanmaydi. Kimni tamaxo'rlik qul qilib olgan bo'lsa, uningdan faqat o'lim bilan ozod bo'ladi. Oshko'zlarga pand nasihat qilguvchi va bilim berguvchi kishi texmi yaxshi aytgan. Inxki to'liq boy bo'lay desang, ey mard, shavkatlik ko'ngil boyligini tiligin. Ko'zi to'q qanchalik qul bo'lgan holatdami bagdur. Oshko'z odamning bagligidan qulluq yaxshidir. Qaysi bag oshko'z bo'lsa, u gadoy kambag'aldir. Qaysi qulning ko'zi to'q bo'lsa, u bagdur, ko'ngli boydir. Elchi hayoliq, ig'ir besiq ham xushbeil bo'lishi kerak. Xushbeillik bilan turli bilimlarni bilish kerak. Hayo bo'lmasa, odam qo'pol, past bo'ladi. Kishilar hayo bilan ishonchlik harakat qila oladi. Ig'ir besiq odam muloyim deb ataladi. Xushbeil, siliq bo'lsa, so'ygiga sazovar bo'ladi. Odamda zeraklik bilan bilimmi bo'lsa, shu bilim bilan hamma ishga qo'l uzata oladi. Bu beytni o'qig'in va nima deganligini angla. O'zingning ishini bilim bilan boshla, bilimni o'zingga hamroh qil. Har ishni idrok bilan tushunib, bilim bilan bil. Kuning qutlug, yillaring saodatlik bo'lsin. Zeraklik bilan kishi tilikiga yetadi. Oldi bilan bilim o'gan, aql top, ondan ishga kirishkin. Elchi zeraklik bilan turlik yeziqlarni bilsin. Yeziq bilsa, kishi ondan chechan bo'ladi. Yozalasa, o'qiyolasa, so'zni tushunsa, kishi ondan o'zini olim qila oladi. Elchi har xil hunar fazilatni to'liq bilsa, bu fazilatlar bilan kishi yuzini yo'riq qila oladi.
Elçi kitaplarını okup sözlerini düşünəlisin. Şiirlarını okusun ve özümü şiir yazsın. Nujum ilmini, tip ilmini bilsin. Çüş öğriyəlisin. Çüş onun öğreginidek bolsun. Hesap ve hendeseni bilsin. Adet cezrəni ve meydan ölçeşini bilsin. Yine damka şahmat oynaşını yaxşı bilsin. Raqibleri onundan rasa mat bolsun. Çavgan oyunida mahir bolsun, oqmu atalısın. Quşçılık ve ovçılıkta dünyada aldınqı qatarda bolsun. Her xil tillarını bilsin, sözleyəlisin. Her xil xatlarını bilip yazalısın. Ani şu barcha bilim fazilatlarını bilgendila, bundaq elçi tilakka loyiq bo'ladi. Elçi yaman, yaramaz, boş bir adam bolsa, shubhisizki u bağan yerda bagning e'tibori qolmaydi. Elçi bo'lib bağıcı kishi bak yaxshi bo'lishi, har turlik ishda yuraklik harakat qilishi lozim. Uningga necha turlik hunar ishlasimi, raqiblarini utib, hurmatga ega bo'lishi kerak. Qandaqli bir kishi uningga so'zlasa, tushunib bilishi, lekin maxfiy tutishi lozim. Elçi har xil hunar fazilatlarni bilsa, begining nomi yuksaladi, elde ulug' bo'ladi. Bu ishlarni biladigan mo'ysbit nima deydi? Angla. Bu so'zni tushunmagan kishining aqli yo'q. Kimning hunar fazilati bo'lsa, uning nomi chiqadi. Agar hunar fazilati bo'lmasa, nomsiz qeriydi. Kishi fazilati bilan ustun turadi. Hunar fazilati ko'p bo'lsa, kishi ushqandek yuksaladi. Kishi fazilati bilan qo'lini uzartsa, egiz tog'ning beshini egib yaga engishtiradi. Elçi söz tushunadigan, hozir javob bo'lishi kerakki, so'ralgan so'zga to'g'ri javob bera olsin. Elçi may ishmasligi, o'zini obdan tuta olishi kerak. O'zini tuta olgan kishi baxtning egisi bo'la oladi. Bilimlik may ishsa bilimsiz bo'ladi. Bilimsiz mas bo'lsa, uning nemisi qoladi? May bilimga, aqlga dushmandir. Mayning nomi haqiqatan janjal g'avg'odir. Qanchalik bilimlik, idroklik odam bo'lmasin, ichimlikka beriladigan o'z ishini buzadi. Qanchalik hayoliq, siliq, qiliqlari o'z kishi bo'lmasin, may ichidikan barliq qo'polliqlarni qiladi. Afsuski, kishilar hayo, aql, idrok va bilimni ashu nopak ichimlikka berib etadi, ay go'zal. May ishma. May ishsa kishining baxti ketadi. May ish kuchining nomi sarong talva bo'ladi. Qeringa ichimlik kirsa, so'zni sirtqa chiqaradi. Chiqqan so'z yenib kelib, o'zingni o'rtaydi. Bu beyt aytquchi nima deydi? Angla. O'qig'in, uning ichi teshi ichiladi. Agar mas qilg'uchi ichimlikni ichidikansan, ko'ngil siringni ochding va ichingdikini sirtqa chiqarding. Bilimlik may issa bilimsiz bo'ladi. Bilimsiz may issa go'dak bolaga aylanadi. Elchi tili o'z, dili ochiq bo'lishi kerak. So'zi o'z ham bak aqlliq bo'lishi kerak. Tili o'z kishi singishlik bo'ladi. So'zi o'z kishining ishimi yaramliq bo'ladi. U as ho'shliq bo'lishi, so'zni unutib qolmasligi, qandoq so'zni anglasa, uni ching saqlashi kerak. O'sni chiroyi ko'rkam, qomatlik bo'lishi, chash soqili yasalgan, bo'y turqi kelishgan bo'lishi kerak. O'zi mardona va g'ayrati cho'ng bo'lishi kerak. Kishining qimmati shu ikki narsa bilan bo'ladi. So'zi yumshoq, shekardek shirin bo'lsa, shirin so'zga cho'ngmi, kichikmi yumshaydi. Qara, elchining hamma ishi so'z bilan bo'ladi. So'zi yaxshi bo'lsa, tilikiga erishadi. Davlatman Ali mushundoq bir odamga erishsa, uningga elchi degan nomni basi bo'ladi. Yiroq yot chet yerlargami yoki o'z ichigami uni elchi qilib avatsa bo'ladi. Alining o'g'dilimishki savoli. Ali aytdi: "Buni angladim va tushundim. Yana bir savolim bor, uni aytib bergin. Sen mendan yana bir so'zni ayima. Men sana so'zingning haqqini o'tay. Ey zirak,
Bag ishinib xatlarini yozdiradigan putukchi kotib qandoq bo'lishi kerak? Otuz dörtüncü. Ögdilmiş Aliga putukchining qandoq bo'lishi kerakligini aytdi. Ögdilmiş javob berib dedi. Ali bu ishning tahtiga tushunib yatgay. Ögdilmiş murojaat qilib dedi. Ey bag, bu so'zni ko'ngildagidek yeshib beray. Baglarning o'zi qanchalik bilimlarni bilmasin, so'zlarni yezish uchun yanada putukchi kerak. Putukchiga ko'ngildagi so'zni aytishga to'g'ri keladi. Putukchi mayli oz yoki ko'p bo'lsin, bu so'zlarni maxfiy tutishi lozim. Bu sirlarni maxfiy tutqichi ishonchlik, durust bo'lishi lozim. Ishonchlik bo'lish uchun dini komil bo'lishi kerak. Agar putukchi so'zni maxfiy tutmasa, bagning siri echiladi, o'zini o'rtaydi. Baglar so'zlarni qanchalik yoshirsa-mo, Bunu ikki kishiga hamon so'zlishi kerak. Biri putukchi, biri vazir. Bu ikki kishi so'z etishga tegishlikdir. Bu ikki kishiga so'z etish kerak. So'z ochganda ularning nizi qoshlarini ko'tarish kerak. Barcha maxfiy so'z shu ikki kishida bo'ladi. Ular so'zni maxfiy tutmasa, o'z ishini o'zi buzgan bo'ladi. O'tgan kun begin ayet yaxshi aytgan. U tili orqali so'zning yaxshisini sana qoldirgan. Ey baglarning ishonchi, so'zingni naayta maxfiy tut. So'zingni maxfiy tutmasang, tezli beshing ketadi. Bu og'zing misoli o'nkirga o'xshashdir. So'zing uningdan chiqsa, sahar shamolidek tez taraydi. So'z dunyoga taralsa, yig'ib oqila bo'lmaydi. Uni hamma xalq anglaydi, to'sib oqila bo'lmaydi. Eğizden ba'zida o't, ba'zida suv chiqadi. Bularning biri tuzaydi, biri buzadi. Keraksiz so'zing ko'yayotgan o'tga o'xshaydi. Uni eğizdan hargiz chiqama, o'zing ko'ysan. Eğizdan chiqqan yaxshi so'z oqar suvga o'xshaydi. U qayoqqa oqsa, shu yerdan gul chechak echiladi. Ey mard atalgan bilimlik dona, ko'ngil sirini nayt ching saqla. Bu beytni o'qi va nima deydi angla. Ey ko'nglimning to'qi, ko'ngil siringni yoshirun tut. Ko'ngil siringni ching tut, uni so'zlama. Agar so'zlasang, yillar bo'yi pushaymon yeysan. Qizil til qora boshning yomon dushmani. Bu yomon dushmanni bog'la, huzur ichida yasha. Putukchi idroklik, bilimlik bo'lishi kerak. Xeti o'z, so'z mahorati texmi yaxshiroq bo'lishi kerak. Putukda xat o'z bo'lsa, ko'ngil echiladi. Uningga qarab kishining o'qigi'si keladi, ko'ngil ovunadi. Agar xat so'z mahorati bilan birlashsa, bu xat va tilning yaxshi ifodasi bo'ladi. Elining hikmatlik putukchisi nima deydi? Angla. So'z bitish qoidasi bak yaxshi qoidadir. Ko'pligan yaxshi so'zlar putukda yoziladi. Putilganligi uchun so'zlar unutilmaydi. Putukchilar putuk yozmagan bo'lsa edi, bu hikmat, bilimlarni qandoq bilgan bo'lar eding? Olim va donolar putuk yezib qo'ymagan bo'lsa edi, bizga o'tgan ishlarni kimmi aytib beralaydi? Kishilar orasida yeziq bo'lmagan bo'lsa, ig'izda so'zlaganga kimmi ishonadi? Kishilar eldan elga so'z xabar avatadi. Yeziq bo'lmasa, so'zni qandoq uqtiradi? Yeziq nihoyatda keraklik bir narsadir. Baglar el ishini yeziq bilan bejaradi. Baglarning ishiga foydasi tegadigan kishi uch turlik bo'ladi, ey hukmdor. Biri bilimlik va idroklik donolar. Yana biri so'zlaganni yozg'uchi, putukchi. Üçüncüsü cesur, mard va yuraklik yigitlarki, dushmanga
va bo'riga bundaq boturlar lozim bo'ladi. İdraklik, bilimlik va aqlliq donolar kengishishga foydaliq bo'ladi. Buningda so'z yo'q. El ishining hammasini tuzigan putukdir. Zira kishilar el daromatini yiziq bilan egilab turadi. Mard boturlar qilich elib uni ish qilsa, dushmanning bo'ynini yanchib chaylaydi. Bu uch turli kishi qayerda jam bo'lsa, kishi tilikiga erishadi va hamma orzulariga yetadi. Bulardan boshqa ko'plagan guruh qatlamlarning hammasi bu uchiga agishib bag'uvchi botilaqdir. Agar al ilinsa, qilich bilan ilinadi. Agar al idora qilinsa, qalam bilan idora qilinadi. Kishi bilimi va aqlini ishlatib alni tuzaydi. Bu uch narsa bilan kishi dunyoni teshlandiradi. Bag bilim bilan alni boshlab qonun yurgizadi. Barliq ishlarni idrak bilan ishlaydi. Qilich al tutudu ham xalqni qo'lga keltiradi. Qalam al tuzaydi ham xazina to'playdi. Qilich qon tomg'izsa bag al oladi. Qalamdan siyoh tamsa oltin keladi. Mayli o'tgan ishlarda bo'lsin yoki kelgusida bo'lsin, bu dunyoning tayanchisi mo'sha ikki narsadir. Ey bag, bu ikki narsa cho'ng fazilatdir. El so'rg'ichi dono baglar bu yo'lni tutishi kerak. Buningga taqlidan bu so'z keldiki, ey yaxshi kishi, buni sen anglag'in. Kishining bilim bilishi bak yaxshi fazilatdir. U qilich uralasa, bu texmi ortiq xislatdir. Ko'pligan yaxshi Allah qilich bilan elinadi. Qalam bilan tuzilib, tilak orzulariga yetadi. Putukchi ko'zi to'q bo'lishi, tamaxo'r bo'lmasligi, samimiy, sodiq, to'g'ri, muhtojsiz bo'lishi kerak. Ko'zi to'q kishi mol dunyoga herislik qilmaydi. Kishi mol dunyo bilan aldamoqchi bo'lsa, aldanmaydi. Odam tamaxo'r bo'lsa, nafsiga qul bo'ladi. Sen uni kechirgin, ey to'lin yuzlikim. Tamaxo'r har qancha bag bo'lsa-mu, u quldir. Tamaxo'r doim kishilarning eng tövinidir. Putukchi oshko'z bo'lsa, bilimni buzadi. Tama bilan kitob yozib, putukni buzadi. Oltin kumush ko'sa, uningga oldinidu. Ya egisining beshini yeydi, yoki o'z beshini yo'qitadi. Sodiq xizmatchi bosog'ini yostiq qilib yotadi. Xohlagan chaqda doim eshikda turadi. Sodiq xizmatchi bagning foydasini tilaydi. Teni, jeni va mollarini bagga beg'ishlaydi. Putukchi ichimlik ichmasligi, qiliqlari pok bo'lishi, yaramas qiliqlardan o'zini tamoman yiroq tutishi lozim. Putukchi may ichsa bilimdan tozadi. Bilimdan tezib ketsa, xatdan azadi. Putukchi atidan kashkicha ishikda turishi kerak. Qachon kerak bo'lsa, shu chaqda tayyor bo'lishi lozim. Kishilar ishidan bu ikki kishini tanlab ol. Ondan ularga shu ikki ishni topshir. Biri xeti aniq bo'lgan putukchi, yana biri mezonliq so'zlaydigan elchi. Yaqin do'stlar yoki yiroq yotlar orasida xafaliq yuz bersa, bulardan ko'gin. Ish chiqsa, bu ikki kishidan chiqadi. Ishni o'ngishsimi, bu ikki kishi o'ngshaydi. Biri putganda so'z xato bo'lsa, biri til bilan bu so'zni tuzatsin. Ey Ali, putukchi ana shundoq bo'lishi kerak. Ondan uningga ishonsa, qo'l basi bo'ladi. Mushundoq kishiga ishonsa bo'ladi. Kishilik tilasang, shulardan keladi. Ey Ali, mening bilganlarim shular edi. Buni Aliga bayon qildim, ishim tugidi. Alining o'gidilmishki suoli. Ali aytdi: "Bunimi zihin bilan tushandim. Yana bir so'zim bor. Bugun uningga javob ber. Menga aytqin, xazinachi qandoq bo'lishi kerak? Qandoq xazinachiga baylar ishinib mollarini topshirsa bo'ladi? Chunki u xazinadagi oltin kumushlarni saqlashi,
aytilgan ishlarni boshqa ep chiqishi lozimda. O'ttiz beshinchi. O'gdilmish Aliga xazinachining qandoq bo'lishi kerakligini aytdi. O'gdilmish javob berib dedi: "Ey davlatlik Ali, oltin kumush so'yimlik narsa, jonning darmonidir. Ko'ngilni to'xtatib, andin uni ishqa qo'yish uchun nihoyat chin, ishonchlik bak to'g'ri bo'lishi kerak. Dünyani kezib, mal dunyoga ega bo'lgan savdogarlar boshliqi nima deydi? Angla. Jon so'yimliklarsa, jondinni yaxshiroqi oltin kumush, u jondinni bakrak so'yimlikdir. Kumush echilmas ko'ngillarni ochadi, kumush egilmas kishini bo'y agdiradi. İnsan kumushni ko'rib uningga ko'ngil bermasa, uni chin farishta deysimi bo'ladi. Oltinni ko'rish bilan jasur armi boshaydi. Qo'pol so'zli kishining so'zimi yumshaydi. Kundan kunga davlati eshish uchun ko'zi to'q, ish harakati ishonchlik bo'lishi kerak. Ko'p mol dunyoni ko'rib ko'zi to'ygan bo'lishi, yana o'zi Xudodan qo'rqadigan bo'lishi kerak. Halol bilan haromni ochiq ayriy olishi, yaramliq bilan yaramsizlarni farqlantirib bilishi kerak. Ko'zi to'q kishilar melinga nazar sanmaydi. Adil va to'g'ri odamlar o'zini ko'zlamaydi. Kichikida oltin kumush ko'rib cho'ng bo'lsa, uning mol dunyoga osh ko'zligi ko'p bo'lmaydi. Agar o'zi Xudodan qo'rqsa, bunday kishi shubhasiz to'g'rilik yo'lini tutadi. To'g'rilik bir sarmoya, barcha yaxshilik foydadir. Bu foyda bilan mangu lazzatga erishgili bo'ladi. Inson to'g'ri bo'lsa, kuni yaxshi o'tadi. Kuni yaxshi o'tsa, baxt davlatimi mangu bo'ladi. Sodiq, samimiy kishi nima deydi? Angla. Ey jahon esili, bu so'zga amal qil. Diling va tilingni to'g'ri tut, ish harakating ishonchlik bo'lsin. Ishonki, mol dunyo, davlat sana keladi. To'g'ri bo'lsang, kunlaring saodatlik bo'ladi. Xushallik va baxt bilan salomat yasha. Xazinachi, sodiq, sagak, ho'shyor, zerak bo'lishi kerak. Zeraklik bilan kishi ming xil ishlarni qila oladi. Hayoliq ham aql idraklik bo'lishi kerak. Hayosiz kishidan yiroqdir, uningdan voz kechgin. Hayo yaramaz ishlarni chekliguchidir. Xiliqi buzuq kishini tuzaydiganmi hayodir. Xazinachi may ishmasligi ham o'zini tutgan bo'lishi kerak. O'zini tutquchi baxt topquchi bo'ladi. May ishsa mol dunyoga sexiylik qiladi. Kishilarga molni ulashtiradi, haqqini ololmaydi. Bu ishda xazinachi bexilroq bo'g'ini yaxshi. Mol dunyoni bexillik bilan saqlash kerak. Qara, sodiq xizmatchi vafodor bo'ladi. Vafodor xizmatchi begini boy qiladi. Sodiq xizmatchi kishilarning sarxilidir. Sodiq xizmatchini ching tut, ey esil kishi. Xazinachi ho'shyor bo'lsa, ishlar buzilmaydi. Molni hisobliq tutadi va o'zini o'rtmaydi. Aqli bo'lsa, inson unutilmas bo'ladi. Sanab hisobliq ishlaydi, yengilishmaydi. Diqqat qilsang, aqlsiz kishilar unutqaq keladi. Aqlsiz xazinachi o'z ishini buzadi. Turli hisobni qilishda zeraklik lozim. Zerak bo'lmasa, ishni qandoq iditlik qila oladi? Turli xatni biladigan bir uz putukchimi kerak. Hisobni xat bilan xotirlasa, asti qoladi. Putukchi kirim ham chiqimni ko'zatishi lozim.
Her türlük işni yezip saklaşı lazım. Yıl, ay, zaman hatırlansa, kunlar belgilik, oçuq, editlik, salla aniq bo'ladi. Hesapning saqligi haqiqatan yeziq bilandir. Kutib qo'ysa, hesapning ishiki yo'li ochiladi. Sodiq kishi nima deydi? Angla. Xizmatchilar ishni hisob bilan ching tutishi kerak. Yezilmagan ishni ko'nglida ching saqlag'ili bo'lmaydi. Ko'ngilga ishonma, ey o'g'il, yezib qo'y. Yezib qo'ysa, so'z saqlanadi, bexud bo'lsa yo'qoladi. Xizmatchi bexud bo'lsa, hisob berishda zarlaydi. Xazinachi har turli xat hisoblarni biladigan bo'lsa, uni saq tutib, andin ishlarini qila oladi. Qaysi bir xizmatchi hisobda bexudlik qilsa, hisob berishda zarlab beshini yaga uradi. Xazinachi qo'l hisobini to'liq yetarlik bilishi, aqli va g'o'shini hisobda pishirishi lozim. Qo'l hisobida yetishgan bo'lsang, yana handasa hisobini egilishing kerak. Diqqat qilinsa, handasa inchki hisobdir. Buning bilan yer osmonning hisobini chiqarg'ili bo'ladi. Dono hakim nima deydi? Angla. Bilimlikning so'zini g'izo deb yeyish kerak. Handasa bakmi cho'nqir hisobdir. U hatto hakimlarning beshini aylantiradi. U 7 qat osmonni dona-dona qilib yoradi. Yer va to'biliklarni tilimdek ayriydi. Xazinachi idroklik, xulq mijozi to'g'ri bo'lishi lozim. Idroklik kishilarning hamma ishi uz bo'ladi. Bilimli kishilar durust va to'g'ri keladi. To'g'ri odam qayerda bo'lsa, kuni yo'riq bo'ladi. İdrak bo'lmasa, odam o'zini tutolmaydi. Bilim bo'lmasa, odam ishini yurgizolmaydi. Xazinachining ishi saroy ichida bo'ladi. Bu xil kishi o'zini bak ko'zatishi kerak. Dili bilan tilini to'g'ri tutishi, harakatlari ishonchlik bo'lishi lozimki, uningga o't yolqini va tutuni tegmasin. Ko'ziga bak ehtiyot qilsin, tilini ching tutsin. Arzu havaslarini idrak bilan yugallasin. Ko'z ko'rgandan keyin ko'ngil arzu qiladi. Ko'ngil arzu qilsa, uni kim yig'alaydi? 7 a'zo ichida ko'ngil bagdir. Bega boshlasa, xalqi tamoman agishib yuguraydi. Bilimli kishi bu so'zni bak yaxshi aytgan. Ey yigit, ko'ngil va ko'zingga ehtiyot bo'l. Vücut 7 a'zo ko'ngilga agishidi. İnsan ko'ngil bilan eg'ir yukni ko'taradi. Ko'ngil tuyg'usiz kishi tamoman bir surat bezakdir. Ko'ngil tuyg'usiz kishi dono degan nomini yo'qotadi. Bu ishga qattiq qo'lliq, saqliq kerak, sexiylikning hojati yo'q. Shundala xazina mol dunyo chechilib ketmaydi. Sexiylik bek yaxshi, uni tashlamaslik kerak. Lekin birovning meli bilan sexiy bo'lmaslik kerak. Turlik sodini biladigan sodigar bo'lishi kerak. Sodini bilmasa, kishi foyda keltirolmaydi. Har xil mol tovarlarni taniydigan, qimmati va arzinini bilalaydigan bo'lishi kerak. Malning baho qimmatini bilishi va aldanmasligi, elib setishda malni o'g'irlatmasligi kerak. Elim berimde mulayim bo'lishi, cho'ng kichikka shirin so'z qilishi kerak. Nemini o'tni olsa, uni vaqtida qaytarsa, uningmi so'ragan narsasini darhol berishidi. So'dida mulayim, qiliqlari to'g'ri bo'lsa, zarur bo'lgan kuni uningga mol o'ksimaydi. Agar bagla askar xizmatchilarga in'om qiladigan bo'lsa, uni chiroyini turmasdan berishi kerak. In'omni tutib qolsa, xizmatchi askarlarning ko'ngli sunadi. Qo'shinning ko'ngli sunsa, bag nomiga dog' tushidi. Sexila beshinimi deydi, angla. Ey faqir odam, buni esingda tut. Kim o'zini yaxshi ko'rganlarni o'ziga o'z qilaman desa, va'da qilgan narsasini bermasila kifoya. Va'da qilib bermaydigan narsaga va'da qilmag'uluq. Va'da qilgan bo'lsang, uni tutib qolmag'uluq.
Bəylər sözüdü turmasa, işenç kötürülüdü. İşenç yo'qolsa, malmı qo'ldan ketadi. Xazinachi bak hoşyar, ozmaydigan bo'lishi kerak. Xizmatchi ozg'an bo'lsa, ish so'zilib ketadi. Bəylərga xizmat qilayotgan barliq xizmatchilar muhtojlikdan bag ishkiga kelib xizmat qiladi. Xizmatchi qo'li qisqiliqdan hojatman bo'lsa, begi anglab ihson qilish haqida yorliq berishi kerak. Xazinachi ishini uzartib ihson qilingan narsani bermasa, natijada hojatman xizmatchi yuz o'riydi. Kerak paytida kishi o'zi hojat bo'lgan narsaga erishsa, u xas bo'lsa-mu pilgi tang bilinadi. Mo'ysipit sana nima deydi angla. Hojatmanning hojatiga yara ey qahramon. Kishi istiganda tilagan narsasiga erishsa, uning badaliga jinini pido qiladi. Kerak vaqtida bir tal xasmi pildak bilinadi. Bu taqlidni hamma narsaga o'xshatish mumkin. Alik mushundoq bir aqlliq, bilimlik, hayoliq va muloyim kishiga erishsa, xazinini va boyliqni shuningga basi bo'ladi. U ishonchga va haq to'lashga yaraydi. Alikning o'gdilmishki suoli. Alik aytdi: "Tushundim, ko'nglimni yoritding. Yana bir so'zim bor, uni aytib bergin." Aytqincha, yemek içmek, dasturxon boshqaradigan oshpaz xodimlar va oshpaz boshlig'i qandoq bo'lishi kerak? Toki bag uning qo'lidan shubhilanmay g'izo yesin, ishonsin va beshini omon saqlasin. Ey dana, agar g'izo shubhilik odam qo'lidan yeyilsa, g'izolanish bak xavfli bir ishdir. Endi menga bunimi so'zlab bergin. Bunimi bilib olay, tushunay, ey mard qahramon. İrpon elektron şirketi turlik lug'atlarni chiqarib, til boyligingizni oshiribla qolmay, bu xil asarlar bilan odam bo'lishning ipini o'gitib, dil boyligingizni ovundirmoqchi. 36. O'gdilmish Alikka oshpaz boshlig'i dasturxon sog'uvchining qandoq bo'lishi kerakligini aytdi. O'gdilmish javob berdi va shundoq dedi: Ali, bu ishqa ishonchlik, xushbi'il kishi kerak. Kishilarning sarxili, chin, to'g'ri kishini tanlab elib, osh suv ishini uningga topshirish kerak. Bu ishqa nait chin, ishonchlik kishini top. U samimiy, ishchan, uyatni biladigan bo'lsin. Sodiq xizmatchi, ishonchlik, chin kishi begiga bütün vücudini, can tenini beg'ishlaydi. Bakka barcha xatar goldin keladi. Oshpaz qilidig'ini qilib qo'ysa, uningga kim ora tura oladi? Baglar har qandoq yerda o'zini ko'zitishi kerak. Bo'libmi, yemek ichmakda ehtiyot ko'zini echishi lozim. Xalqni boshlig'uvchi kishining minglab dushmani bo'ladi. Kimning dushmani bo'lsa, uningga to'zoq qurilgandir. Bu kishi, ya'ni oshpaz ishonchlik, chin, haqqoniy bo'lmasa, yemek ichmakda baglarning ishi xatarlik bo'ladi. Buningga peshqadam ko'ni bir xizmatchi kerak. Bakka ko'yinib, tomiqini lazzatli qilib vaqtida bersin. Ko'rsatgan xizmatlari singdirgan amgiki ko'p bo'lsa, bag uningga ishinib ko'yinsi bo'ladi. Kishilarning yaxshisi va o'ziga munosib aql alomati bo'lgan kishi nima deydi? Angla. Qaysi narsaga ko'proq amgak singdirgan bo'lsa, shu narsa hammadan aziz va so'yimlik bo'ladi. Odam umrini nimaga sarf qilgan bo'lsa, shu narsa aziz jondan qadrlik bo'ladi. Amgakka berilmagan umriga esitda. Hayot uchun afsuslanma, amgak uchun afsuslan. Ömür o'tib ketadi. Kishi echinib ig'iz ochmaydi.
Lekin emgek zoyi bo'lib ketsa, buningga uzun yil echinadi. Oshpaz nihoyatda ko'zi to'q, ko'ngli boy bo'lishi lozim. Pokiz va husni chiroyi oydek ko'rkam bo'lishi kerak. Din shariatni biladigan, taqvodor bo'lishi kerak. Ashundoq kishidan to'g'riliq keladi. Baglarning tabiati va o'zi toza bo'ladi. Yemek pokiz bo'lmasa, qandoq yegili bo'ladi qo'zam? Oshpaz pokiz bo'lsa, pokiz tomoq beradi. G'izo tomoq pokiz bo'lsa, kishi so'yinib yeydi. Ko'zi och kishi tomoqqa ochlik qiladi. Oshqa qo'l tekkizib, oshni bulg'aydi. Ko'zi och kishining qiliqlari sat bo'ladi. Qiliq satligi kishi uchun tangdishi yo'q kasaldir. Qanchalik ishonchlik, chin va to'g'ri odam bo'lmasin, uningdinmi chin ishonchliki o'zing buni bil. Chin puxta kishilarga ishonch qilg'uliq. Biroq kishi o'ziga ehtiyotli bo'lib, beshini ko'zatgulik. Buningga taqlidan munu so'z keldi. Bu so'zni unutma ey yaxshi kishi. Hammaga ishongin, lekin o'zingni ko'zatgin. O'z ko'zingla o'zingga sodiq bo'la olaydi. Hamma azizlardan azizroqi sening jiningdir. Aziz jiningni asrig'in, so'zingni uzartma. Oshpazlarning chiroy shakli ko'rkam, qiliqlari uz bo'lishi, chash soqili qirilgan, qomatlik, dili bilan tili birdek bo'lishi kerak. Ko'rkam kishilar ko'zga pokiz ko'rinadi. G'izo tomoq pokiz bo'lmasa, bo'g'izga turib qoladi. Bir Xudo pokizlikni so'yidi. Pokizlik bilan kishi yaxshi nomga erishadi. Pokizlikni hamma kishi orzu qiladi. Osh pokiz bo'lsa, kishi uni orzulab yeydi. Nopok kishini tomoqdan yiroq tutquliq. Nopok kishining ishimi nopok bo'ladi. Oshpaz to'g'ri, durust, qiliqi ishonchlik bo'lishi kerak. To'g'ri bo'lmagan kishi xuy paylini tuzatanmaydi. Agar oshpaz boshlig'i agri bo'lsa, uning xizmatchilari hammasi agri bo'ladi. Bo'shang odamlar, yemek o'g'rilari oshxonaga to'plansa, bag dasturxonining qandoqmi ko'rki bo'lsin. Kishi to'g'rilik bilan yaxshi harakat qilishi lozim. Shundoq bo'lgandala orzu qilgan so'yinchiga erishalaydi. Qiliqi to'g'ri kishi nima deydi? Angla. Qiliqi to'g'ri bo'lsa, dunyo ne'matlarga ega bo'la oladi. To'g'ri odam qayerda bo'lsa, kuni qutlug' bo'ladi. Kishi to'g'ri harakat qilsa, kuni qorong'ulashmaydi. Xiyonatchi qayaga qadam qo'ysa, foydali narsalarning hammasi yiroqqa qochadi. Xiyonatchi kishi qayada qo'l uzartsa, dengiz bo'lsa-mu so'g'iladi, yerlar quriydi. Oshpaz boshlig'i bagni nihoyat yaxshi ko'radigan, sodiq bo'lishi, hayoliq, o'zini yig'olaydigan bo'lishi kerak. idrokliq ham bilimlik bo'lishi, tomoq vaqti bo'lganda chabdas bo'lishi kerak. Qoida yo'sin bo'yicha harakat qilib xizmat qilishi, kirish chiqishda o'zini to'g'ri tutishi kerak. Aqlini ishqa silib o'zini ko'zatishi, bilimini ishqa silib ko'zini tiyishi kerak. Bagning yaxshi nomini tilab, uningga vafo qilishi kerakki, bu yaxshi nom bilan uning nomini mangu bo'lib qolsin. İdrakli kishilar yaxshi nom tilaydi. Bilimli kishilar ishonchli bo'ladi. İdrakli kishilardan kishilik keladi. Bilimli kishilar odamning odamidir. İdrakli kishi nima deydi angla. İdrakli kishi odamlarning sarxilidir. Aql idrakliq, vafodor kishi odamlarning esilidir. U boshqalar uchun har vaqt o'zini pido qiladi. Nopok, bevafo, qiliqlari past odam va'da qilsa-mu so'zida turmaydi. Ey Ali, mana hammani so'zladim. Oshpaz boshlig'i ana shundoq bo'lsa bo'ladi. Dasturxonga tushib tovoqlarni qo'yganda
bäg uningdin şübhilenmey gızalını alaydı. Ey Ali, mening bilgenlerim şu idi. Könglimde barini ämdi eytip bädim. Ali'nin ögdilmişki suali. Ali eytti. Bunu anladım ve düşendim. Yana bir sözüm ba, unumu eytip bägin. Mana ämdi baş idişçini düşendirgin. İşçimlik işlerini qandaq qilishi kerakkin. Bäg uningga işenson ve köngli pütüp, uni toğra dep bilip, qo'lidan sharbat ichsin. O'ttiz yettinchi. Ögdilmiş Ali'ga baş idişçinin qandaq bo'lishi kerakligini aytdi. Ögdilmiş javob berib dedi. Ey Ali, buningmi bak yaxshi bilim ishiltish kerak. Baş idişçi öz qavm qarindoshlaridan yoki uzun yil yaxshi sinalgan, ko'nglini to'xtatgan va to'g'ri yo'l tutganlardan tanlanishi kerak. İşençlik, samimi sadiq, ko'zi, ko'ngli to'q, qiliqi, misali otqan o'qdek to'g'ri bo'lishi kerak. Shundoq bo'lganda, andin idish tutquchi bo'lib, bu ishga yaraydi va kuchi yetadi. İdishchi har turli dorilarni saqlaydi. U oshqa hazm qildirg'uchi, quvvatliguvchi yoki ojizlatquchi dorilarni qo'shadi. Yeydigan, içidigan, yalaydigan darilarni talab qilsang, turlik darilar uningda bo'ladi. Quruq o'l yemish yoki ichimlik sharbat uning vositasi bilan bo'g'izga kiradi. Baglarga borish xatar bo'g'izdan keladi. Bo'g'izning lazzati oshpaz va idishchining qo'lida bo'ladi. Oshpaz bilan idishchi ishonchlik bo'lmasa, bagning xotirjam yeb ichishi bakmi qiyin bo'ladi. Bilimlik dana nima deydi? Angla. Galni bek ko'zatgulik, tamoqni ehtiyot bilan yeguluk. Gelingni ko'zatsang, beshingga foydaliq. Oshni oz yesa, ig'izga lazzat beradi. Beshini behuda nobud qilgan kishilarni ko'p ko'rdimki, ular gelini ko'zatmay ömrünü behuda zoya qildi. Odamga kasallik va bearomlik galdan keladi. Uning dorisi davosimi galdan bo'ladi. U idroklik bo'lishi va ko'p bilim bilishi lozim. İdraklik kishidan kishilik keladi. İdraklik odam yomonlarga aralashmaydi. Bilimlikning qilgan ishi to'g'ri va ishonchlik bo'ladi. Boshsiz o'q tuz bo'lmasa, u o'tin bo'ladi. Qara, odam to'g'ri bo'lmasa, asir bo'ladi. Ey qahramon begim, sen to'g'rilik bilan ish qil. Meningcha to'g'rilikdan boshqa hech qanday yaxshi narsa yo'q. Bosh idishchi nayt puxta odam bo'lishi kerak. Hamda niyat aqlini va dilini to'g'ri tutishi kerak. Bosh idishchi barliq ishlarni to'g'rilik bilan ishlasin. Yaramaz, pastkash kishilarni o'ziga yaqin yo'latmasin. İchimlikni o'z qo'li bilan yasab ko'zatsin. Tamg'i urib o'zi saqlasin. Yemek içmekki qo'shiladigan barliq dorilarni o'z qo'li bilan aralashtirsin va pokiz tutsin. Quruq ho'l yemish yoki sharbat gulobni va boshqa ichimliklarni o'zi hozirlab o'zi saqlasin. Sodiqlik bilan ko'yib pishib, ichimliklarni ko'zatsin va o'z vazifasini ado qilsin. Shunda qilgandilar, ondan bag xizmatiga amgik singadi. Bundaq amgak qul manfaatiga foydaliq bo'ladi. Qaysi narsaga kishining amgik singsa, jinining yiltizi shu narsada bo'ladi. Xushbe'il kishi buningga taqlid qilib shu so'zni degan.
Xushbiilla so'zi diqqat qilsang tamoman bilimdir. Qaysi narsaga kishining amgiki singsa, shu narsa so'yimlik aziz jonning yiltizi bo'ladi. Kishi umrini sarf qilib amgak singdirsa, uni so'yishi egri tushsimi yukini ko'tarishi kerak. Bosh idishchi ana shundoq bo'lsa, idishchilik ishini uningga topshirsa bo'ladi. Bu ishqa ana shundoq siliq xushbeil kishi kerakki, uning xizmati ko'rki dilni yo'rissin. Buningdan keyingisi saqila bo'lib, ular saqalsiz, rangi ro'yi ko'rkam bo'lishi kerak. Saqal burutsiz, yuzi to'lin oydek, bo'yi taldek, qora choch, o'zi suratdek bo'lsin. Ballari inchga, ham yelkisi kang, badani oq, mangzi qizil bo'lsin. Yeshil, ko'k, seriq, hol yipak to'n kiyib, g'izo tomoq ko'tirib yursa yarishidi. Idishchilar pokiz, saqalsiz bo'lishi, ichimlikka qil, tuk, xas tushib ketishdan saqlanishi lozim. Jamda tuk bo'lsa, ichimlik bulg'unadi. G'izo suvga qil tushsa, lazzati ketadi. Shuning uchun ta'lim berguvchi patnus ko'tirguvchilar saqalsiz bo'lishi kerak degan bo'lishi mumkin. Idishchi pokiz va yuzi ko'rkam bo'lsa, uning qo'lidan ichimlik ichsa, u singadi qozam. Chiroyliq, xulqi uz kishi qandoqli nimani tutsa yarishadi, jon lazzatlanadi, ko'z o'z o'lishini oladi. Bu betni aytquchi nima deydi? Ey hammani bilguchi, buni sen angla. O'sni chiroyi ko'rkam, qiliqlari uz bo'lishi kerakki, u nimani tutsa, uningdan hamma lazzat tomadi. Qo'sqi och kishiga uning yuzini ko'rish oziqdir. Ussab tashna bo'lganlar uningga qarasa, tashnaligi qonadi. Qara, bosh idishchi ana shundoq bo'lishi kerak. Jam tutqichilarmi shundoq bo'lishi kerak. Ondan baglar uningga chin tutib ishonsa va to'g'ri chin odam hisoblab o'ziga yaqin tutsa bo'ladi. Ey Ali, bu bir qancha ishqa xil kishilarni tanla. Ular sodiq, ko'zi to'q va hayoni biladigan bo'lsin. Bularning biri elchi, biri putukchi, yana biri idishchi, biri bo'lsa oshpaz. Bularning har birini yaxshi tanla. Agar nomuvofiq ishga duch kelsang, keyin o'kinma. Elchi, putukchi agar yaramas xom odam bo'lsa, buning ziyni alga yetadi ey zerak. Agar idishchi yoki oshpaz yaramas xom bo'lsa, uning ziyni tiriklikning uli bo'lgan jonga tegadi. Ey Ali, bu bir qancha kishini tanlashga tirishqin. Xillab tanlagandan keyin ishingni ulog'i tutquz. O'gdilmish yana aytdi. Ey davlatlik Ali, baglarning nomi uning ishiga o'xshash ulug'dir. Ulug' ishlarda ko'p bosh og'riqi bo'ladi. Bosh og'riqi hal qilinmasa, baglik qo'ldan ketadi. Kengashda bakka unch to'kib beradigan kengashchi dono nima deydi? Angla. Ey bag, rohat izdima, mushaqqat chekkin. Rohat bilan mushaqqat birga turadi. Bag mushaqqat chekib el boshqursa, xalq tinch omon beyidi. Xalq beysa, bag tilikiga yetadi. Ey rohatlik kishi, bakmi ortiq so'yinib ketma. Rohatga yarasha oxiri mushaqqatmi keladi. Ey mard botur, oshpaz va idishchi sana qanchalik ishonchlik bo'lsa bo'lsin, o'zingga o'zing ulardanmi sodiqroqsan. Uningdan boshqacha bo'lmaydi, so'zingni qisqart. Aql nima deb xitob qiladi, angla. Buni sen unutma, yozg'in ham o'qi. So'yimlik jon uchun o'zimdan boshqa eng ishonchlik birasini topolmadim. G'ayrat qil, ko'zatkin, uni ching tut. Agar u ketib qolsa izdima. Ey davlatlik Ali, so'rag'anlarni aytdim. Qandoq bo'lishi kerakligini, ilojisini
va davosini so'zladim. Ana shundoq kishilar bilan baglar yuksaladi. Dushmanning bo'ynini yanchib, nom shuhratini oshiradi. Bularning ta'rifini men sana aniq so'zladim. Uningdanmi o'lgiligirak yana bir so'zim bor. Alik anglayman desa, unimi so'zlay. Undaq bo'lmasa, bu so'zni o'zimda yoshirib qolay. Alikning o'gdilmishki suoli. Alik javob berib dedi: "Ey dana, aytmoqchi bo'lgan so'zing nima edi? Menga aytqin. Barcha so'zni sendan anglash kerak. Chunki bilimga dengizsan, idroqqa daryo." O'gdilmish javob berib dedi: "Ey Alik, Alikdin alga turlik bilim keladi. Xizmatkorning yo'lini va qulning begiga qanday xizmat qilishi kerakligini Alikka so'zlab berdim. Baglamu xizmatchi qo'llarini bilishi, uzun yil xizmat qilganlarga ihson qilishi lozim. Baglarning qullarda qanchalik haqqi bo'lsa, qulning baglarda haqqi yo'qmi? Xizmat turib bagning haqqini o'tsa, baglamu xizmatiga yarasha qulning haqqini berishi kerak. Xizmatchi dunyo uchun xizmat qiladi ekan, agar dunyoga erishmasa, majburiy emgak qilgan bo'ladi. Alikning o'gdilmishki suoli. Alik aytdi: "So'zingni keltir, menga ochiq ayt. Xizmatchining haqqi nimalardan iborat? Buni tushundir." 38. O'gdilmish Alikka xizmatchilarning baglar zimmasidagi haqqi qandoq bo'ladiganligini aytdi. O'gdilmish aytdiki, baglar zimmasida xizmatchining qilgan xizmatiga yarasha haqqi bo'ladi. Eng avval yemak-ichmakni berish kerak. Xizmat qilishda lozimlik asboblarini hozirlab berish kerak. Xizmat qilish mushaqqatlik ig'ir bir ishdir. Baglar buni bilsa, xizmatchi xizmatda g'ayrat qiladi. Xizmat qilguvchi vujudini, jinini pido qiladi. Qul bo'g'ichi bagning so'yinchini tilaydi. Issiq sovuq, osh-to'q, yayoq ham yelin holda qilich, palta va o'q yeydi. Ey Alik, buni bil. Oldiga, orqaga, o'ng so'lga boradi. O'zi mushaqqat chekib bagni rohatga yetkazadi. Hammadan avval dushmanga qarshi qoral bo'ladi. Begiga hayotlikni, o'ziga o'limni tilaydi. Mana shu xilda begining shodligini tilab, tunni kunga ulab, o'zi jafo mushaqqat chekadi. Bu xizmatlar uchun bag haqqini to'lishi kerak. Mehribonlik bilan uningga yaxshi muomala qilishi kerak. Xalq ichidan tanlangan va kishilarning chini bo'lgan 3 o'rda xoni nima deydi? Angla. Ey xalqning ulug'i bo'lgan bag, xizmatkor qo'llaringni o'stir, yaxshi muomala qil. Xizmatkorlari orqali bagning qo'li uzun bo'ladi. Xizmatkorlari bilan qudratli bo'lib, elini tuzaydi. Bag qanchaki buyuk, asli ulug' bo'lgan bo'lsa, uning nomi faqat xizmatkorlari bilanla buyuk bo'lgan. Ey Alik, kishilik muruvvat qilish demakdir. Muruvvat kishi uchun tariqatdir. Muruvvat, tariqat ro'shanki, kishining amgikini bilish, o'lish berish demakdir. Xizmatkor bo'sog'ida umid bilan turadi. Bag uningga umid beg'ishlamasa, muruvvati yo'qaydi. Xizmatchi qancha ekanligini bag ko'zitib berishi, nab beridigini qancha, baymaydigini qancha bilishi kerak. Nab berishiga qarab ihson qilishi, xizmatiga qarab haqqini to'lishi kerak. Ey Alik, kishi hayvondan to'van emas.
Buning farqiga yetsa, har ish o'z o'lchimida bo'ladi. Odam oldi bilan hayvonning qo'siqini to'ydirdi. Ondan uning kuchidan foydalanadi. Baglar ehson bersa va shirin so'zlasa, xizmatkor o'z begiga vujudini pido qiladi. Xizmatkor bagga mehr qo'yadi, sodiq bo'ladi. Bagning shodligi uchun o'zi jafo mushaqqat chekadi. Buningga taqlid qilib bir zerak mundoq degan: inson bilimi bilan hammaga qo'l uzatalaydi. Kishi yaxshilik uchun so'yimlik jinini beradi. Bir yaxshilikka javoban 10 yaxshilik qiladi. Foyda bo'lsa, inson o'zini qul qiladi. Uningga qul bo'lib, o'zi mushaqqat chekadi. Xizmatga qarab yaxshi ehson berish kerak. Yalang yo'pinni kiyindirish, oshni to'yg'izish kerak. Bag agar qulning kambag'allik nomini ep tashlayanmasa, u qandoq bag bo'ladi, davlatman alig? Qeri mo'ysifit nima deydi? Angla. Qerilarning so'zi yigitlarga ko'zdir. Kishi biror kishi uchun amgak qilsa, uning o'rniga kishilik bilan javob yondir. Kishining amgikini bilmaydigan kishini kishi deb hisoblama, u hayvonga barobardir. Xizmat qilg'uchi ikki turlik bo'ladi. Biri erkin kishi, yana biri umid kutguchi quldir. Bu qul o'zi erksiz xizmatkordir. Xizmat qilmasa bagdin qamchi yeydi. Erkin odamga qara, o'zini qul qilib xizmat qiladi. Uning xizmatini ko'rib, amgikini taqdirlash kerak. Erkin ozod kishilarning hammasi yaxshilikning qulidir. Bularga yaxshilik yo'llarini echib berish kerak. Erkin odam bilan qulni tang qo'yishga bo'lmaydi. Erkin odamni erkinligicha, qulni qulcha tutish kerak. Baglarning ishki rohat ishkidir. Rohat ishkiga ega bo'lish o'zingning foydasidir. Xizmatchi beyisa, bag nomi chiqadi. Bu nomi duo bilan mangu saqlanadi. Ey Ali! Xizmatchi bilan bag misoli ayni sotquchi bilan og'uchiga o'xshaydi. Sotquchi mol beradi, u sarmoya bo'ladi. Og'uchi uni elib al ichida aylantiradi. Yil oy kunlar o'tishi bilan foyda to'planadi. Yuzma-yuz taqsimlab o'z foydasini oladi. Demak, xizmatchi kishi shuningga o'xshaydi-ki, u begi bilan o'rtaq ishlari hisobliqdir. Begi qulga yaxshi so'z bilan mol beradi. Xizmatchi butun vujudi bilan xizmat o'taydi. Xizmatchi jinini pido qilib qilich uradi. Uning foydasi al, kant, qishloqlar bo'ladi. Dushmanning bo'ynini yanchib, xazina to'playdi, orzu tilaklar amalga eshib, uzluksiz ne'mat keladi. Bularning hammasi foyda hisobida qo'lga tegadi. Ey begim, foyda keltirgichini yaxshi tutish kerak. O'z foydasini deb dunyo kezgan savdogarlar boshliqi nima deydi? Angla. Foydali qul o'g'ildan yaqindir. Foydasiz o'g'ilni dushman deb bil, uningdan saqlan. Barliq harakat qilg'uvchilar foydaga mangadi. Foyda bo'lmagan bo'lsa, ovchi o'yida qiyragan bo'ladi. Askar xizmatchi baglarning qanot quyruqidir. Qanatsiz qush ucholmas, ey baglar begi. Baglarning kuchi askar xizmatchi bilan namoyon bo'ladi. Askar xizmatchi bilan baglar chigishlarni yeshidi. Qaysi bag atrofiga jasur jangchilar to'plansa, bu bag dunyoga sohib qiron bo'ladi. Qaysi bagda hamma fazilatlar jam bo'lsa, uning orzu qilgan narsalari tugal atrofiga yig'iladi. Dunyo hokimi uchun ming tuman fazilat kerak. Bu fazilatlar bilan dunyo hokimi jahonni so'riy olaydi. Ey o'g'il, fazilatlarni qadrsiz hisoblama, o'gan. Bu fazilatlar oq qushdek ravon yuradi. Fazilatlarning iqboli oq qushning iqbolidekdir. Kal,
sen fazilatning nomini qo'sh deb atag'in. Dunyoni qeritgan, uzun ömür ko'rgan, oq boshliq kishi nima deydi, angla. Bilim fazilat o'gan, uni qadrla. U fazilat oxir senimi qadrli qiladi. Bilim bil, aql o'gan, bekor yurmagin. Gezi kelganda u sana yaxshilik keltiradi. Aligning o'gdilmishga savoli. Bu so'zlarni anglab, Alik so'yinib shundoq dedi. Ey aqlliq, urug'i toza, kishilik ulini bak yaxshi qurding. Bu chin vafoliq kishilar yo'lidir. Men o'zim xalq ustiga hokim bo'ldim. Qo'lim uzun, so'zim o'tadigan bo'ldi. Endi baglikka erishkinimga, o'z rohitimga va hayotimga mag'rurlanmayman. Tilikim shuki, mening oldimga kelguchilar meningdan boylik topsin, kuchi ulg'aysin. Baglarning shodligi atki foydadir. Yaxshi nom badili uchun menga duo kifoya qiladi. Barliq xazina bu oltin kumushlarning hammasini askar xizmatchilarga ulashtirib berish uchun to'pladim. Bularni yaxshi nom qoldirish uchun kishilarga beraman. Duo qilg'uvchilar ko'paysin, Xudo nomimni yoysin. Tilikim shu ediki, menga xizmat qilg'uvchilar mendan keyin qolg'uvchilar beyisin. Men olamdan ko'chib ketsam, bu xalq qoladi. Shu chog'da menga duo bilan xizmat qilsin. O'gdilmishning Aligga javobi. O'gdilmish javob berib dedi. Alik bu ishlarga aql va bilimini yetkazdi. O'lgichi kishiga o'zidan keyin yaxshi nom qoldirishdan boshqa yana nima bor? Bu dunyoni desa, kumush taqitish kerak. Oxiratlikini tilisimi, bu qutulish yo'li. Ey Alik, oltin kumushlaringni ulashtir. Qaysi elni xohlasang, uningga qo'ling yetadi. Baglik ishingga ul qurib bergan dono bag nima deydi, angla. Baglar ko'p askar xizmatchi tutib mol ulashtirsa, xohlagan chaqda dushmanining elini olalaydi. Xazinini nima qilasan? Askar xizmatchi ko'p bo'lishi kerak. Bagning boy bo'lishi hojat emas, xalqi to'q bo'lishi lozim. Askar xizmatchi bo'lsa, baglarning hukmronligi kam bo'lmaydi. Askar xizmatchi bo'lmasa, bag elga uzun hukmronlik qilolmaydi. Askar xizmatchilar bagdan mamnun bo'lgandilar, bag qaysi elni xohlasa, uni qo'lga kirgizalaydi. Dunyo baglarining qo'li ochiq bo'lsa, har ikki dunyoning to'riga ega bo'la oladi. Bilimlik odam nima deydi, angla. Bag bexillik bilan elga hokimlik qilolmaydi. Ikki narsa qarama-qarshi, yaqinlashmay qochadi. Bexilga hech kim yaqinlashmaydi, sexiga bak yepishidi. Barliq fazilatli kishilar bexildan qochadi. Sexining atrofiga o'yishib, tilak orzularga yetadi. Bexillik bilan baglik dushmanlik bo'ladi. Bexilga hamma yerda nizo paydo bo'ladi. Ondan qolsa, elni tutib turadigan ikki narsa bor. Biri sap oltin, yana biri qilich. Mamlakatni sexilik bilan mustahkamlash kerak. Ey Alik, bag sexilik bilan yuksaladi. Jasur botur chaqmoqdek qilich o'ynatsa, hayvatlik boturlarning tomiri kesiladi. Baglar sap oltin taqitish bilan qo'lini qapartsa, qilichsizlar so'z bilan elni so'raydi. Bu ikki narsa bilan ushbu elni idora qilish kerak. Ey Alik, bu ikki narsa bilan yuksaladi. Sap oltin turilgan chiroylarni ochadi, sap oltin buzilgan ishlarni tuzaydi. Qilich nada bo'lsa, kumushmi shu yerda bo'ladi. Kumush nada bo'lsa, qilich shu yoqqa yo'l tutadi.
Ey Alik, kumush choshqin yigitlar to'plansın. Kumushni yig'sang, qilich tutgan boturlar tarab ketidi. Qarab baq. Qilich tutgan jasur kumushga tutqundur. Toplangan sap oltin qilich uchun pido qilinsin. Bexil beg dunyo to'plab xazina yig'adi. Sexiy beg qilich bilan tatib oladi. Dunyoning qonun qoidasi ana shundaqdir. Bexil so'kiladi, sexiy maqtiladi. O'gdilmish so'zini to'xtatib yer updi va Alikka duo qilib bir Allohni madiladi. Alikning o'gdilmishga javobi: bu so'zlarni anglab Alik so'yindi. Qo'llarini ko'tarib Rabbiga duo qildi. Dediki: ey mehribon ishongan egam, ey mushkullikimda sig'inadigan egam, sandan boshqa yo'lanchikim yo'q. G'ururim sen o'zing, umidim senda. Menga qilmagan qaysi yaxshiliqing qoldi? Meni erishtirmagan yana qandoq orzular qoldi? Chin so'zim shuki, sana qandoq ibodat qilaman, ey mangu muhtojsiz egam, o'zim sana muhtojman. Sendin madad, kuch-quvvat tilayman. Meni salli yo'lab to'g'ri yo'lga solg'in. Hamma yaxshiliklardan ortiqi ko'nglimni to'q qilgan mana bu o'gdilmishdir. Buni sen menga ato qilib berding. Buning uchun 100 ming qatim shukr qilaman. U mening ishimga jini va vujudini beg'ishladi. O'tayotgan umrimda menga duo ashurdi. Menga kuch-quvvat bergin, uning haqqini ado qilay. So'yinsin, menga ko'ngli yaqin bo'lsin. Ali yana shundoq dedi: ey o'gdilmish, aqlliq, bilimliklar seni maqtagan edi. Aqlliqni tilaganda sen tamoman aqlsan. Bilimlikni tilaganda komil bilimsan. Ishonchlik, mehribon, samimiy, to'g'ri va muloyimsan. Har ishqa to'g'rilik bilan qo'l uzartding. Xizmat qilding. Xizmatlaring ihsonlarimdan eshib tushdi. Sen o'rinlayolmagan hech qanday xizmat qolmadi. Endi mendan yaxshi bir javob elishing kerak. Haqqingni to'lay, shuning bilan hayot kechirgin. Ko'nglim sendan qandoq so'yingan bo'lsa, Xudo sana shundoq so'yinchi bersin, ey o'g'il. Ali so'zini to'xtatdi va birdam jim turdi. Xizmatchisi yer upib o'rnidan turdi. U yerdan mamnun bo'lib qaytib chiqdi. Etini minib uyiga yetib keldi. Kecha va kunduz eg'ishmay xizmat qildi. Xizmati yoridi, baxt ishki echildi. Aqli yoshnidi, ham bilimi cho'nqirlashdi. Palak yor bo'ldi, qo'li uzardi. Davlati bilan elda dong chiqargan va baxt alomati bo'lgan mashhur kishi nima deydi? Angla. Davlat kelib kim bilan yarashsa, uni yuqori ko'tarib, beshini ko'kka yetkazadi. Davlat kelib mol dunyo yig'ilsa, kishining ko'ngli yashnaydi, mangzi qizaradi. Buningga taqlid qilib, oqbosh kishi sana bir so'z dedi. Bu so'zni yaxshi angla, ey botir yigit. Kimning davlati bo'lsa, qo'li uzun bo'ladi. Barliq ta'tur ishi o'ng, so'zi aql, bilim bo'ladi. Jahon paylasopining mol dunyosi bo'lmasa, qanchalik so'zman bo'lsa-mo, tili kishallanadi. Bu dunyoning qonuni ana shundaqdir. Bevafo dunyo, davlatning donqi shundoq shuhrat qozonadi. U yomonga yuzlansa, 100 obro'y topadi. Kichikka ko'z tiksa, yuksaklikka erishadi. Bu davlat kelib kimga nisb bo'lsa, uning ichitishini ko'zitib butunlay bezaydi. Agar davlat kelsa, hamma orzular birga keladi. Dunyoga dong chiqarib, nomi mashhur bo'ladi. Agar omad kelsa,
keltirganlarning hammasini ep ketidi. Ko'tarilgan beshini qo'ng'ir yaga agdiradi. Ey aqlliq, as hushluq sagak kishi. Bu dunyoni bak so'ymagin, palokati tegadi. Bu qarang'u zulmat dunyo nimaga kerak? Sözük mangulik elge burunroq tayyorlan. Bu dunyo bir qonalg'udur, ko'nglingni uz. Yuksak o'rda el tila. Tinch asayish bol. Hamma ishda ko'ngli tuzuk kishi nima deydi? Angla ey dili pak. Ey himmat egasi, tanlangan haqiqiy dunyoni izla. Tanlangan dunyoni izdigichining baxti to'liq bo'ladi. O'tkinchi dunyoni qo'y, oxiratni tila. Bu dunyoni sen tashlamasang, o seni tashlaydi. Bu dunyo jafo qilg'uchidir, senmi uningga jafo qil. Jafo qilsang, andin sen bilan yarishidi. Ey yo'ldan ozg'an, beshi qaymoqqan kishi. Bu dunyoga zodi heris bo'lma, uning tuvi patqoqdir. Patqoqqa kirgan odam töven cho'kidi. U yerdan chiqolmaydi, shodlik topolmaydi. O'zingni yuqoriga tat, patqoqdan qutul. O'z qulluqingni ibodat bilan ado qil. Endi u tarafga yong'in, tilaklaringni u beradi. Tilingni orqaga bura, so'z tugidi. Qara, shundan keyin Ali ko'nglini tuzatdi. Xalqi yaxshi qonun yurgizishga boshladi. Xalq halovatga erishdi, o'ruq samridi. Uni so'yganlar ulg'aydi, dushmanlari zaiflashdi. Quvonch va shodlik bilan kun kechirdi. Nomi, danqi va shuhrati olamga yayildi. Ali shu yo'sinda xeyli vaqt yashadi. Bo'ri bilan qo'za inoq o'tdi. Alining o'gdilmishga savoli. Ali bir kuni yolg'iz o'ltirib o'gdilmishni yeniga chaqirdi. O'tayotgan kunini ishini so'radi. Ey o'gdilmish, aytqina, kunlaring qandoq o'tyotidi? Elda kambag'allar ko'pmi yoki boylarmi? El ichida qandoq yaramas yomonliklar bor. Xalq ahvolini menga tushundir, hech so'zni yoshirma. Xalq eg'izida qandoq so'zlar yurg'atadi? So'kish ko'prakmi yoki maqtashmi? Qusurim ko'prakmi yoki fazilatlarimmi? Buni menga so'zlab bergin, tadbirini ko'ray. O'gdilmishning Aliga javobi. O'gdilmish javob berib dedi. Ali, elda hamma odam tilagan narsalarga erishdi. Alining davlatidan dunyo tuzaldi. Qayg'u qisqa, xushalliq uzun bo'ldi. Xalq beyib, halovati tinch yashayotdi. Shahar kentlar bezandi, ko'ngillarni hayajonga soladi. Xalqning kuni huzur halovatda o'tmoqda. Tunlarimi shodlik bilan kechmoqda. Hamma kishi eg'izida madhiya aytmoqda. Nafas olg'uchilar sana tinmay duo qilmoqda. Qara, qonun suvga o'xshaydi. Zulm o'tdek balodur. Suzuk suv eqitding, u o'tni o'chirdi. Adil qonun yurgizding, dunyo tuzaldi. Elda endi hech kim zo'rliqqa uchramaydi. Ey Ali, uch ishdan zulm zo'rliq yuz beradi. Biri baxtsizlik yuz berganda bag g'ofil bo'lsa, ikkinchi xalqni boshlig'uvchi bo'shang bo'lsa, uchinchi oshko'zlik. Bular xalqning yuragini yeydi. Senda bu uchining birimi yo'q. Endi algi zo'ravon kishilar qayerdan keladi? Ey yaxshi qonunliq, pok muloyim bag. Xudo sana fazilat, aql, bilim berdi. Har qanday yaxshiliklar uchun tavfiqqa ega bo'lding. Xalq yemak ichmakka to'ydi, kiyim kechki putin bo'ldi.
Xudoga shukr qilib ibodat qil, so'yin. Bir qancha vaqt halovat ichida shod-xuram yasha. Sirtda qanday xatolik ayb sodir bo'lsa, mana men yugur yetimingni qilg'uchi quling tayyor. Ali shukr qilib ko'p so'yindi. Rabbiga hamd va sano aytib qo'lini ko'tardi. Dediki, ey mehribon egam, sen ulug', bu ojiz qulingni elde qadrli qilding. Sen menga har xil yaxshiliklarni ato qilding. Buningga shukr qilish bo'ynimdagi qarzdir. Men qandoqmi yetarlik shukr qila olayman. Buning shukrisini men uchun o'zing o'tigin. Alining o'gdilmishga savoli. Ali yana dedi: Ey o'gdilmish, sana erishganlikim Allohning rahmati edi. Zulmni to'sishga, adolat o'rnatishga va har xil yaxshiliklarni qilishga sen sabab bo'lding. Xudo menga ko'p yaxshiliklarni ato qildi. Bulardan 10 hassa ortiq qilib seni berdi. Bag o'zi yolg'iz qanchalik g'ayrat qilmasin, qulining yordami bo'lmasa, ishi uzunga bormaydi. Bag ishkirini ko'zitadi. Sirtki ko'zi sodiq qulidir. U bagning so'zi ham ko'zidir. Sen menga ham ko'z, ham til, ham qo'l bo'lding. Shunga nomim yaxshi bo'ldi, ey qahramon. Dunyoni boshqarib, Allahni idora qilgan Xoqon nima deydi? Angla. Baglar sodiq bir qulni izlab topsa, uni oltin kumushga o'rab tutishi kerak. Baglar samimiy, to'g'ri va ishonchli kishiga ega bo'lsa, o'zi rohat halovatga yetishidi, baxtlik yashaydi. Xizmatchining eng sarxili sodiq bo'ladi. Sodiq xizmatchini kim izlab topa oladi? Dunyoda sarxil sodiqlar bo'lmagan bo'lsa, kishilik qandoqmi kamolatga yetadi? Ey o'gdilmish, endi afsuslanamanki, menga dadangdan birla sen qolding. Seningdek odamdan yana biri bo'lsa edi, ilgari keyin bo'lsa-mu iz bosgan bo'lar edi. Ey to'g'ri xuluqliq, oldimda birla sen bor. Seningdan ayrilsam, boshqa biri qeni. Sening yolg'izligingdan ansirayman, ey qudratlik. Yana bir hamroying bo'lsa edi, sen ko'p mushaqqat tatmagan bo'lar eding. Duodan menga o'lish tekkan bo'lar edi. Izdab baq, qarindoshlaring ichida sana agashgudek biri bormi? So'rab-ku. O'gdilmishning Aliga javobi. O'gdilmish javob berib dedi: Ali esan bo'lsa, bu ishga qo'li yetadi. Ali xotirjam bo'lib huzurlansin. Tinchlanib barliq orzu tilaklariga yetsin. Mening mushaqqatlarimni Ali oliylari qadrlab ketmasin, ko'nglini durust tutsin. Men mushaqqat cheksam, rohatni ko'raman. Rohat bilan mushaqqat yondishib mangadi. Agar Ali al ishlariga foydaliq, xalqqa bosh bo'laligidek bir kishi izdasa, ey dono hokim, shuni anglag'inki, har kuni donolik bilan tadbir qiladigan hokim nima deydi? Ko'p bo'lsa-mu algi yordamchi izda. Shunda qilsang, al ravoj topadi, ulug' bag shod-xuram yetib yeydi. Alda foydaliq, zeraklar ko'p bo'lsa, bagni rohatga yetkazadi, ishni ular hal qiladi. Bundaq bilimi ko'p kishilar mening qarindoshlarim orasida yo'q emas, bor. Har xil fazilati bor, taqvodor, hushyor, qandoq ishga kirishsa zinnat beradigan, harakati to'g'ri bir kishi bor. Ismi O'dg'urmish. Uning qo'lidan har xil yaxshiliklar keladi. Va lekin u bu dunyodan yuz o'ragan. Taq chiqib ketib, dunyoni ko'nglidan chiqarib atgan. Xudoga ibodat qilib, mushaqqat chekmakda, gunohkorlik kesilini ibodat bilan davolamoqda. Uning fazilati mendan 100 hassa ustun. U xalqning oldi, odamlarning sarxili. Mening u qarindishim men bilan birga bo'lsa, uning bilimi hamma ishga bosh bo'ladi. Ali oliylari ishinib ko'ngli tinadi. Dunyoni boshqarib, shodlikda yashaydi.
Aligning o'gdilmishga javobi. Alig aytdi, arzu tilikim shu edi. Uningga erishsam, andin ko'nglim aram topatdi. Bu ishga qandoq iloj qilasan? Uni menga yaqinlashtir ey zerak. Aytqin, uni bu yerga qandoq chaqiramiz? Uni chaqirtish uchun kimni avassak bo'la? Xat yezish kerakmi yoki so'zimni yetkazish kerakmi? Qandoq qilish loyiq bo'lsa, shundoq qil. O'gdilmishning Aligga javobi. O'gdilmish javob berib mundoq dedi. So'roqqa Alig o'zi javob berdi. Qarindishim borligini o'zim aytdim. Lekin kelamdu kammamdu bir narsa deyolmayman. Agar kelsa yaxshi, so'zni qadrlagan bo'ladi. Agar kelmasa, yorliqingiz qadrsizlanadi. Alig oliylari ranjib qolarmikin? U to'g'ri odam meni ayblarmikin? Aligning o'gdilmishga savoli. Alig aytdi, men sendan so'z so'radim. Sen o'zingning bilganlarini menga aytib berding. Chaqirg'in, kas kela, agar kelmasa, so'zimni olmasa, nemishqa ayblayman? Sen uning turli fazilatlarini maqtading. Bu fazilatlari uchun men uni xolidim. Bilimlik, idraklik deganliking va havoyi havasga o'ch bo'lganligi uchun uni arzu qildim. Bilimlik, idraklik kishi haqiqiy kishidir. Uningdan boshqalari hammasi hayvonga barobar. İş bilse bilimlik, idraklik biladi. İş qilsimi bilimlik, idraklik qila oladi. Bunu söz haqiqatanmi uningga taqlid qilinganki, buni sen angla ey mard qahramon. Barliq chegish tugilla bilim bilan yashiladi. Bilim igila idraklik bo'l, aql bilan yasha. Bilim bilan ish qil, yana tilingni to'g'ri tut, yanimi o'rgan, kuning bexud o'tmasin. Uning foydasi yolg'iz mangla bo'lmaydi. Qarindishingdan sanga foyda manfaat tegadi. Qarindoshlik bo'lishga qarindosh kerak. Qarindosh bo'lmasa, kishilardan do'st tutish kerak. Al-boshchilari yaxshi aytgan edi. Qarindoshlik kishi hammadan kuchlik bo'ladi. Qarindoshlik kishining danqi, shuhrati buyukdir. Do'stlari bor kishining nomi, so'zi buyukdir. Qarindishing bo'lmasa, yur, do'st tut. Do'sting yaxshi bo'lsa, shu qarindoshdir. O'gdilmishning Aligga javobi. O'gdilmish javob berib dedi. Baxtlik Alig haqiqatan uni xolasa, amalini qilay. Alig yorliq qilsa, o'zim boray. Uni chaqiray, so'zimni ochay. Bilimdin, idraktin, aql bilan so'z tanlab, turlik tuman so'zlarni uningga aytay. Aligmi o'z qo'li bilan xat yezib bersin. U zerak Alig yorliqini o'qisin. Menga ishonsin, bu ishlarni mendan ko'masin. Yana yorliqni anglabla ketib qolmasin. Men o'z tilim bilan qanchalik so'z qilay, Aligning yorliqi bo'lgan xat so'zi boshqa gap. Ey tegi esil, bu haqda nima deyilgan angla. Bagning yorliqi avomning dilini yo'ritadi. Bilimli kishi yana yaxshi aytgan. Bagning so'zi chigish ko'ngillarni ochidi. Baglar qullariga illiq so'zlasa, qullar uni umr bo'yi unutmaydi. Agar bagning tili yumshoq, shirin bo'lsa, uni ulug' kichik hamma xalq yaxshi ko'radi. Aligning o'gdilmishga javobi. Alig dedi, "Amdi iloji shu bo'lsa, xat yezib beray, xatim uningga to'r to'zaq bo'lsin. Sening berishing zarur bo'lsa, tayyorlangin. Yana men o'z nomimdan xat yezib beray." Kun tug'di Aligning o'dg'irmishqa xat yezib avatganligi aytiladi. Alig duvat qog'oz so'radi, xat yozdi. Xat bilan o'z ishining hozirligini ko'rdi.
Yaratqan, tarbiya qilgan, kechirgan egam deb Xudo nomi bilan so'z boshladi. Dedi: "Men Xudoning nomini yozdim. Bu nom har turli kasalga davodir. Xudoga minglarcha ko'p hamd va sano aytamanki, uning uchun fanoliq yo'qdir. U barliq jonliqlarni xolig'inicha yaratdi. U hayotlik uchun rizq beradi va tirik tutadi. U hammaga qodir, haqiqatni va qonunni yaratquchidir. Yaratgan egamning hamma xalqi kuchi yetidi. U ko'k osmonni yaratdi, kun va oyni yoritdi. Qorong'u tun, yorug' kun va sanoqliq yil oylarni yaratdi. Bu falakni yaratdi, tinmay cho'gilaydi. Xudoning hukmi taqdiri bilan oylanadi. Yaratishdan avval taqdir qazoni belgiladi. Qazoga rozi bo'l, bo'yin ey, uningga agash. Nimani xolisi qildi, nimani xolisi qiladi, nima desa bo'ldi, nima desa bo'ladi. Endi aligdin sana salom, ko'nglimdekini aytib, esallik haqida xat yozdim ey zerak. Tening aman esanmi, tinchlikmi? Zaman yükünü qandoq ko'taryapsan? Sening yaxshi qiliq odatlaringni angladim. Bu zamanda sening tang tushung yo'qligini bildim. Xudo sana yaxshilik ato qildi. Bilim, fazilat, idrok va aql o'lish qildi. Ashundoq xulq mijozingni men angladim. Ey go'zal yuzlikim, seni arzu qildim. Qarindishing o'gdilmishni avatdim. Sözümni ve düşünüp bilgenlerini yetkizidi. Sen yaqin tuqqan qarindoshlarыңni tark qilibsan. Shahar, kent, xalqdan yuz o'ribsan. İbadet qilish uchun o'zing yolg'iz taqqa chiqib ketibsan. Toat ibodating bak uzunga so'zilibdi. Qarindoshlar sana nima qilgan edi? Nima uchun yuz o'riding? Menga aytib ayt. Agar sana zulm zahmat yetgan bo'lsa, bu yerga kel. Bu qayg'u alamlaringni menga aytqin. Men sana kuch bilan adolat beray. Bu yerda shod-xuram kulib yasha. Qarindoshdan qarindoshga manfaat yo'qidi. Manfaat bilan inson lazzat oladi. Qavm qarindoshlar bilan berish kelish qilish kerak. Do'st adoshlar bilan orlishish kerak. Qayerda inoqlik, yaqinlik bo'lsa, shu ishda manfaat bo'ladi, buningga ko'ngil qo'y. Şiir tuzgichi nima deydi? Angla. İki kishi yarashsa aman payda ko'radi. Qo'ng'ir yer yeshil suv bilan yarashqanlikdan orasidan ming xil gul chechaklar kulib echildi. Qarindosh yoki do'stlar yarashib inoq yursa, bilginki ulardan yana qavm qarindoshlar paydo bo'ladi. Agar ibodat qilish uchun u yerga borgan bo'lsang, ibodatni shaharda qil, bu dinning yo'li. Shahar kentda muqaddas ibodat yo'li nihoyatda ko'pdir. Nazar solsang, bunchalik fursat u yerda yo'q. Ibodat uchun avval ko'p bilim o'rgan. Bilimsiz turib qilgan ibodatdan foyda bo'lmaydi. Ikki turli kishi ataladi. Biri o'rgatguchi, biri o'rganguchi. Bu ikkisidan boshqasi hayvon qatoridir. Xohlasang uningga tur, xohlasang buningga. Aligning o'dg'urmishqi nasihati. Sen endi qaysisiga turasan, menga aytib ayt. Ikkining biri bo'l, uchinchisidan qoch. O'rganib tamoman bilimlik bo'lgan bo'lsang, emgak singdirib endi uni ishlat. Agar bilmagan bo'lsang, bilim o'rgan. Ondan ibodatga qo'l uzat. Bilim berguchi, bilim bilan toat ibodat qilguchi nima deydi? Angla. Xudoga qilinadigan ibodatga bilim bilan yaqinlashqin. Bilim davzax ishkini pechatlaydigan tamg'i bo'ladi. Bilim bilan qilingan ibodatning savobi ko'p bo'ladi. Bilimsiz ibodat qilsa, savobga erishamaydi. Bilimsizning qilgan ibodatiga qaraganda, bilimlikning uxlig'ining savobi yuqoridir. Shahar kentlarda qiladigan ibodat ko'pdir. U yerda qilg'ining, bu yerdakining yerimig'i yetmaydi. Sening u yerdagi ibodatingning biri namozdir. Yana biri ro'za tutasan, ey o'g'il. U yerda buningdan boshqa nima ibodat bor? Tiling bilan so'zlab menga ko'z tibba.
Sen emde zahid dep ataldın. Bu atak sana bir ibadet balası boldu. Bununla sen aldangan bolsan, bu taatların beka boldu, başka sözünü koy. İbadet kılgılık, onu halktan yoşurgılık. Taat köp bolsumu, onu az dep belgülük. Kişilerinin yaxşısı taat ibadet kılsa, onu halktan yoşurudu, işikni etip kılıdı. Endi bu sözünün ma'nosini nima ekanligini angla. Bu sözge amal qil ey yaxshi kishi. Mard kishilar orasida o'zini yoshiradi. 100 yil ibodat qilsimi, uni oz deb biladi. İbadetni yoshirun qil, kishi ko'masin. Bu söz sirim idi, echib so'zladim. Bu yoqqa kel, shahar kentda ibodat qil. Har xil yaxshilikqa eshik echilsin. Xalqqa foydaliq bo'l, hojatiga yara. Qarindoshlarga bag'rini ochqin, yiqillik qil. Ko'plagan yetim yoki tullarga, yo ko'zsiz, polach, oqsoq cho'loqlarga nazar sol. Farz namozni jamoat bilan birga o'ta. Kambag'allarning haji, jum'i namozini o'qi. Halol dunyo topqin, kambag'allarga ulashtir. Kishilarning qo'lini tutqin, hozir javob yo'lanchik bo'l. Bu sanalgan xizmatlarning hammasi taatdir. Bu taat bilan hamma rohatlik bo'ladi. Bularning hammasini tashlab, o'zing yolg'iz namoz o'qib, roza tutding ey xushbe'il. Namoz, roza hammasi o'zingning foydasidir. O'z foydasini tiligüchi mehrsiz bo'ladi. Kishilarning sarxili kishiga mehribon. Kishilarning tanlang'ini shundoq degan edi. Kishilarning yaxshisi o'z foydasidan kechib, mushaqqat chekib boshqalarning foydasini ko'zlaydi. Kishi ko'yimchan bo'lishi, mehri bilan yomonlarga echinib, ularga yaxshi yo'l ko'rsatishi kerak. Tirik inson o'g'li foyda yetkazadigan bo'lishi kerak. Foyda yetkazmaydigan kishi tug'ilibli o'lgini yaxshi. Kishining yaxshisi kishiga foyda yetkazadi. Bundoq yaxshi kishi xalqning ne'matidir. Qaysi banda ibodatga ishongan bo'lsa, Tangrini rozi qilish yo'liga erishamidi? Sen Xudoning roziligini tilasang, musulmonlarning roziligini tila, so'zni uzartma. Xudo sening ibodatingga muhtoj emas. O'z qulluqingni ado qil, nomingning yaxshi bo'lishini tila. Kimning nomi qul bo'lsa, uning qilmishi ibodatdir. İbadet qilmaydigan qulning nomi taqlid tilli iborat. İbadet qil, ibodatni to'xtatma. Mana bu qulluqdir. Taat ibodatga ko'ngil qo'y va bu yo'lni mahkam tut. Bilimi kang dona nihoyat yaxshi aytgan. Buningga amal qil, ey qo'li ochiq. Taat ibodat qildim deb ko'p mag'rurlanma. Xudoga ibodat qil, ibodatlik kishi azizdir. Xudoga ibodat qil, bu sening qulluq qilganingdir. Lekin ibodat qildim deb ho'shingni yo'qotma. Ey o'dg'irmish, endi seni chaqirtsam, meni o'z foydasini ko'zlayotidi deb o'ylab qolma. Agar kasang, foyda manfaati sana bo'ladi. Agar kamasang, menga hech qanday ziyni yo'q. Seni xalqqa yaxshilik qilish uchun chaqirayotaman. Bu yaxshilik xalqning foydasi uchundir, buni rad qilma. Men aytgan bu so'zlarga diqqat qil. To'g'ri bo'lsa, u yerdan qopib bu yerga kel. Mening bilan turg'in, menga yordam qil. Kambag'allarni mol dunyo bilan yo'lab yaxshilik qil. Bu sen uchun savobliq, men uchun yaxshi nomdir. Qodir Xudo ikkili dunyolikni bag'isidir. Meni yaxshilikqa yetakla, o'zingmi yaxshi bo'l. Kishi yaxshi ardin yaxshi yo'l topadi. Mening yaxshilik qilishim uchun sabab bo'l. Xudo senga yaxshilik ato qiladi, ey polvon. Tojik donishmini nima deydi, angla. Tojik olimlarining shuhrati yeyilgandir. Begi xalqqa ishonchlik yaxshi bo'lsa, uning foydasidan barcha xalq baxt topadi. O'zingning yaxshiligini izdama, begingning yaxshiligini izda. Begi yaxshi bo'lsa, bu xalq uchun foydaliq. Avom yaxshi bo'lsa, bir o'ziga bo'ladi. Begi yaxshi bo'lsa, xalq yaxshi kun ko'radi. Kishi deyishidu, kishi degan kim? Kishi o'z ishi bilan boshqalarga manfaat berganlardir.
Barcha inson o'g'li yaxshilikni so'yidi. Qaysi narsa yaxshi bo'lsa, shu maqtiladi. Yaxshilik xalqqa foyda yetkazish. Bu foyda bilan xalqni halovatlik qilish demakdir. Yaxshi kishi xalqqa mehribon bo'ladi. Mehribon bo'l, yaxshi odam bo'lguning shu. Xetim orqali mana bu so'zlarni so'zladim. So'zimni tugatdim va qalamni quritdim. Buningdan boshqa yana qandoq so'zim bo'lsa, qarindishing o'z tili bilan yetkazadi, ey oy yuzlikim. Xatni turib bog'ladi va ustiga tamg'i besib sunib berdi. O'gdilmish darhol qo'liga oldi. Ali aytdi: "Bog'in yana qandoq kerakli so'z bo'ladi ekan, uningga yetkaz, ey dono. Tirishqin uni mening oldimga keltir. Uningsiz oldimga quruq kamma, ey botur. Bilimli kishi nima deydi? Angla. Zerak elchini evat, so'zingni uningga topshir. Endi sana yana nima so'z topshiray? Hamma so'z o'zingda, ey ko'ngli tuz. Nima deyish kerak bo'lsa, o'z og'zing bilan so'zla. Chorasi nima bo'lsa, sen shuni qilgin." Xo'p deb o'gdilmish turib chiqdi. U shundoq yaxshi xuluq bilan tarbiyalangan edi. Etini mindi va qo'zg'ilib uyiga qarab yo'l oldi. Kelib etidan tushdi, uyiga kirdi, balveg'ini yashdi. Quyosh qayrilib yaga beshini agdi. Yo'ruq dunyoning mangzi girimsam bo'lib qizardi. Osmon kokilini töven silib, yo'ruq yuzini yapdi. Chiroyliq zulpi yuqori tövanga yeyildi. Turib tahorat oldi, xubdan namozini o'qidi. To'shak soldi, yotdi va bir oz uxladi. Cho'chib uyg'ondi va beshini ko'tardi. Tuman osmon yuzini qora rangi tusiga kirgizdi. O'rnidan turib tahorat oldi va bomdod namozini o'qidi. Duo tasbih qilib bir oz kutdi. Oq yipakdek duglak quyosh yalkisini ko'tardi. Jahon kulimsiragan ochiq yuzdek yo'ridi.